Lider F1 navimiz. Hurmatli dehqonlar, adashmanglar. Mana shu o'sha, mana pachkasini ham ko'rsatdi. Mana shu o'sha Lider F1 navimiz. Hurmatli dehqonlar, tanlovda adashmanglar. Pachkani almashtirib qo'ymanglar. Mana shu liderimiz bo'ladi. Mana hurmatli dehqonlar, hosildorligini qarang. Hosildorligi o'ta yuqori bo'lgan lider navimiz. Bu o'sha dekabr, yanvar oyidagi katyoli bor issiqxonalarga mos tushadigan navlardan biri. Tez ertan massaga kiradi va o'sha xudo xolasa narxlar yaxshiligida uzib olasiz. Uzib charchatadigan nav ekan, lekin. Hosildorligini qarang. Hosildorligini qarang. 25 tadan 30 tagacha boqyapti. Bitta boqishda, bitta uzishda. Har bir tupi. Mana bu realniy narsa. Mana, xudo xolasa. 2027-yilga zakaz olamiz. O'sha atalpinasi katyoli bor issiqxonalarga. Xudo xolasa sentyabrga bitta katta ob'yomda keladi. Mana shu urug'imiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranlarga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Va butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Bunga o'xshash hozir shu firmani urug'i yangi Alisa F1 navi kelgan. Bu Alisamiz ham xuddi mana shunaqangi ser hosil. Hozirgi yoz-kuz oylariga ham va o'sha katta yo'l ataplinlariga mos tushadigan navlarimizdan. Bu Alisamizni o'sha hozir kuz oyiga eksangiz, bemalol o'sha salqin havolarda ham yaxshi hosilini ko'rsatuvchi navlardan biri. Mana hurmatli dehqonlar, bu lider navimiz. Hosildorligini qarang. Vujudi mevani o'zi bakdan ko'p mevasi. Uni qarang. Egilib ketdi janob. Hurmatli dehqonlar, mana shu urug'imizga qiziqinglar. Xudo xolasa sentyabrda boshiga keladi. O'sha dekabr, yanvar oyida ekiladigan navlarimizdan o'sha katyoli bor issiqxonalarga rosa mos tushadigan navlardan biri. Va asli o'sha katyoli bor issiqxonalardagi qishki urug'i nav hisoblanadi. Biz yozga berganimiz ham, yozda ham xuddi mana shunaqangi hosildorligini ko'rsatdi. Xudo xolasa sentyabrga keladi bu urug'imiz. 27-yilga xudo xolasa mana shu urug'imizni zakaz olamiz.